Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Bitta savolda sizlarga, kim gulni yaxshi ko'radi? To'yda ekiladigan gulmi, mana bunaqa buketli gulmi? Farqi yo'q. Endi qanaqa gulni yaxshi ko'rasizlar ko'proq? Men atirgulni yaxshi ko'raman. Mana bunaqa buketli gullarni rosa yaxshi ko'raman. Boya kelayotganda qizim ko'tarib kelgan ekan. Lekin bunaqa to'yli gullar bor-ku, o'shanaqalarni hech marta sotib oldim. Allakimlardandir olib kelib ko'kartirib boshqa qilaman dedim, ekishga harakat qilaman dedim. Umuman meni uyimda to'yli gul ko'karmaydi. Nimagadir o'lib qoladi. Bilmayman. Yaxshi qarasam ham o'lib qoladi. Teylariga yaxshi narsalar solsam ham o'lib qoladi. Xullas ko'ram o'lib qoladi. Menikida gul ko'karmaydi nimagadir. Shunga men bunaqa gullarni yaxshi ko'raman. Eplolmayman unaqa gullarni. Shunaqa qani kommentariyada meni qo'llab-quvvatlab, podpisatsiya bo'lib, kommentariyalar yozib, layklab bosib, qo'llab-quvvatlab yuboringlarchi qani. Kommentariyada kutaman kim qanaqa gul yaxshi ko'rishini.